Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi metodimizni ortiqchasini izla yoki ortiqchasini top deb ataganmiz. Bu qanday metod? Agarda siz sinfingiz katta bo'lsa, 40 ta yoki bo'lmasam 35 ta o'quvchi bo'lsa, talaba bo'lsa, siz ularni 3 ta, 4 ta, 5 ta guruhga, demak, ajratib olasiz. So'ng esa mana bunday kartochkalarni ko'pgina qilasiz, 10 ta o'quvchini chiqarasiz. Menda o'quvchilar kamligi sababli men hozir 3 ta tayyorlaganman va har bitta demak shunaqa kartochkada ikkitadan ma'lumot yozganman. Siz ikkita emas, 3 ta, 4 ta, 5 tagacha yozishingiz mumkin. Va mana shu ma'lumotlarda bu hozir badiiy asardan tuzilgan ma'lumotlar va bitta ma'lumot boshqa asardan bo'ladi. Va mana shu birinchi ma'lumotni o'qishadi bu yerga chiqqan o'quvchilar, birinchi jamoadagi ishtirokchilar esa qaysi ma'lumot ortiqcha ekanligini aytishadi. Siz esa keyin ikkinchi jamoaga yuzlanasiz va ikkinchi ma'lumotni o'qiydi barcha o'quvchilar va ikkinchi ma'lumotdagi demak asardan qaysi asar ortiqcha ekanligini keyingi jamoa topadi. Agarda o'quvchingiz 12 ta, 13 ta bo'lsa, bunda esa siz tanlaysiz. O'qishadi o'quvchilar. Misol uchun deylik, Said, siz aytingchi, qaysi ma'lumot bu yerda ortiqcha deb so'rashingiz mumkin. Buni endi biz o'quvchilar misolidan ko'rib chiqamiz. Xo'p. Keling, Ravshanoy, Charos, kelinglar. Xo'p. Xulosa o'qing birinchi ma'lumotni. Bobur Ibrohim Lodiy ustidan g'alaba qozondi. Xo'p, Charos. Bu asarda Bobur haqida hamda uning avlodlari to'g'risida gap ketadi. Xo'p. Bu asarda tegirmon buzilishi haqida gap ketadi. Xo'p. Muhammad Javohir, javob beringchi. Qaysi ma'lumot bu yerda ortiqcha? Ravshan ma'lumotida xatolik bor, ya'ni Ravshan aytgan ma'lumot boshqa narsalarga tegishli. Yaxshi. O'zi bu qaysi ma'lumotlarda, qaysi asarda? Yulduzli tunlar. Yaxshi. Ikkinchi ma'lumotni o'qinglar. Razzoq Sofi uni fitna deb chaqirar edi. Xo'p. Bu obraz haba so'zini ko'p ishlatar edi. Xo'p. Bu asar voqealari bahorda boshlanadi. Xo'p, Dilrabo aytingchi, qaysi ma'lumot sizningcha ortiqcha? Charosdagi ma'lumot oshiqcha. Bu Mehrobdan chayon asarida uchraydi, qolganlari esa kecha va kunduz asarida. Yaxshi, Habba degan obraz demak Mehrobdan chayon romanida uchraydi. Mana aziz ustozlar, bu metod ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlarga manzur bo'ldi. Darslaringizda albatta qo'llab ko'ring. Bu barcha fan o'qituvchilariga birdek mos keladi. Biz esa siz bilan xayrlashmaymiz, balki ko'rishguncha deymiz. Ko'rishguncha omon bo'linglar.